bola kinoga tushaverar ekan, ha? Tema, как раз Zekishar akam yeng kinosi chiqqan, ha? Men u kinoni ko'rib oldim-da lekin. Kim bilan ko'rding? Krugdagi qizi bor bola. Bayga kirib ketyapti, bayga. O kim mana bu bazada o'tiribdi? Просто здравствуй, просто как дела, наверное. Bola bilanman, qizda yo'q. Mana jonim, Roma, Sama, hamma bola shu yo'da. Vahima qilasan. Ey, bolaga telefon qil, kelishyaptimi? Shotim deydi mani. Mana oila tarifimga yo'lam aloqa. Qanaqa tarifu? Oila tarifi bor Beeline'da. Bitta odam pul to'laydi tarifga 7 tagacha odam foydalansa bo'ladi. Alohida to'laganda foydaliroq. Tarif ichida nimalar kiradi? Tarifi ichiga qo'ng'iroq uchun daqiqalar, megabaytlar, kino, setanta, eng qizig'i bepuldan 100 milliongacha bo'lgan pulni komissiyasiz yuborishing ham mumkin. Voy, zo'r ekan, menga ula ber o'rtoq. Ula berardim, jon deb, lekin o'zi uydagilarga ulaganman. Hozir bu ulamoqda. Voy, 7-si kim unda? Qizim. Voy, yana qizim. Men ketdim. Charchamaylar. Yana qizingni oldigami? Qanaqa qizim oldiga? Har doim qizim oldiga boravermayman-ku. Adam chaqirdilar, ishga yordamlashishim kerak. Bahona qo'rasan-da. Qanaqa bahona? To'xta. Ol telefon adin chaqirgan seni. Ol. Ishonmaysanmi? Yo'q, ishonmayman. Ishonmaysanlar menga? Yo'q, ol. Kumol aka, kim Voy!